Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 1 iyuldan pensiya jamg'armasi orqali ko'pchilik fuqarolar uchun yoqimli yangiliklar, qo'shimcha imkoniyatlar va eng asosiysi o'z haqini vaqtida olish masalasi. Bu gap faqat pensionerlarga tegishli deb o'ylamang. Bu ma'lumot ishlayotgan odamga ham, pensiyaga chiqishga yaqinlashgan fuqaroga ham, nogironligi bo'lgan shaxsga ham, boquvchisini yo'qotgan oilaga ham, ota-onasining hujjatlarini yuritayotgan farzandlarga ham kerak bo'ladi. Men bugun masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar hujjatlarni tekshirtirishi kerak? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi? Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yoki bitta noto'g'ri ma'lumot sabab odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan puldan ayrilib qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval pensiya yoki nafaqa masalasida odamlar ko'pincha juda ko'p eshik taqillatardi. Kimdir ish staji bo'yicha ma'lumot topolmasdi. Kimdir eski korxonasi yopilib ketgani uchun arxivdan ma'lumotnoma izlab yurardi. Kimdir bank kartasi masalasida qiynalardi. Yana kimdir pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi bilmasdan yillar davomida jim yurardi. Eng katta muammo shunda ediki, ko'pchilik pensiya masalasini faqat pensiyaga chiqadigan kuni o'ylardi. Aslida esa pensiya huquqi yillar davomida yig'iladigan staj, ish haqi sug'urta badallari, shaxsiy ma'lumotlar va hujjatlar to'g'riligiga bog'liq. 1 yildan boshlab pensiya jamg'armasi tizimida fuqarolar uchun qulayliklar kengayishi, ayrim to'lovlar va murojaatlar bo'yicha jarayonlar soddalashishi, ma'lumotlarni tekshirish va pensiya tayinlashda raqamli tizimlardan foydalanish yanada kuchayishi kutiladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, fuqaro o'z huquqini bilsa, hujjatini tartibga keltirsa, ortiqcha yugur-yugursiz, vaqt yo'qotmasdan o'ziga tegishli pulni olish imkoniga ega bo'ladi. Lekin bu yerda juda muhim bir shart bor. Hamma narsa avtomatik hal bo'lib ketadi deb qo'l qovushtirib o'tirish ham noto'g'ri. Chunki tizimda ma'lumot bo'lmasa, ism familiyada xato bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar elektron bazaga tushmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Bir fuqaro 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin elektron bazada uning 22 yillik staji ko'rinadi. Qolgan tekstil eski korxona davrida qolib ketgan. Agar fuqaro buni oldindan tekshirtirmasa, pensiya tayinlanganda miqdor kamroq chiqishi mumkin. Keyin u qayta hisoblash uchun murojaat qiladi, arxivga boradi, hujjat yig'adi, vaqt ketadi. Demak, yoqimli syurprizdan to'liq foydalanish uchun eng avvalo o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirish kerak. Endi asosiy savol nima o'zgardi? Men bu yerda bir nechta yo'nalishni alohida tushuntiraman. Birinchisi, pensiya va nafaqa tayinlashda raqamlashtirish kuchaymoqda. Bu degani davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi tezlashadi. Masalan, fuqaroning pasport ma'lumotlari, yashash manzili, mehnat staji, ayrim holatlarda daromadlari, nogironlik holati yoki boshqa ijtimoiy mezonlar tegishli bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi, chunki odam har bir qog'oz uchun alohida idoraga yugurish kamayadi. Ikkinchisi, pensiya oluvchilar uchun bank kartalari, to'lov sanalari, pulni olish usullari bo'yicha qulayliklar oshmoqda. Ko'pchilik keksa odamlar uchun eng og'riqli masala shu. Pensiya qachon tushadi? Qayerdan olinadi? Karta ishlamasa nima qilinadi? Bankka borish shartmi? Farzandi olib bera oladimi? Bu savollarga aniq javob berish kerak. Pensiya shaxsning o'ziga tegishli to'lovdir. Agar pensioner sog'lom bo'lsa va o'zi borib ola olsa, albatta o'zi nazorat qilgani yaxshi. Agar yoshi katta, kasal yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish, bank orqali xizmatni moslashtirish yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish mumkin. Uchinchisi, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish masalalari ko'proq e'tiborga olinadi. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lishi, qo'shimcha staj yoki daromad paydo bo'lishi, hujjatlari keyin topilishi mumkin. Bunday holatda fuqaro endi kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Agar qonunchilikda qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, murojaat qilish mumkin. Men har doim aytaman, pensiya bir marta tayinlandi. Demak, abadiy o'zgarmaydi degan fikr noto'g'ri. Ayrim holatlarda pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya chiqishiga 1 yil, 2 yil yoki 3 yil qolgan odamlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan,
Erkak kishi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, u hozirdan mehnat stajini tekshirtirsin. Ayol kishi pensiya chiqish arafasida bo'lsa, bolalar parvarishi davri, ishlagan yillari, ish haqi ma'lumotlari. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarni oldindan tartibga keltirsin. Chunki oxirgi oyda hammasini yig'aman desa arxidan javob kutish, eski korxonani topish, ma'lumotnomalarni solishtirish vaqt oladi. Ikkinchi guruh hozir pensiya olayotgan, lekin miqdordan shubhalanayotgan odamlar. Masalan, qo'shningiz 2 million 300 ming so'm pensiya olyapti. Siz esa 1 million 800 ming so'm olyapsiz. Darrov menga kam berishyapti deb xulosa qilmaslik kerak. Chunki pensiya miqdori, staj, ish haqi, to'langan badallar va hujjatlarga qarab farq qiladi. Lekin shubha bo'lsa tekshirtirish shart. Ba'zan haqiqatan ham eski staj kiritilmagan, ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olingan yoki hujjat yetishmagan bo'ladi. Bunday holatda odam oyiga 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq pul yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning yaqinlari. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasi tibbiy xulosa, nogironlik guruhi muddatli yoki muddasiz belgilanishi, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Ayrim odamlar qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Keyin to'lov to'xtab qoladi. Shuning uchun men bunday oilalarga alohida maslahat beraman. Hujjatdagi sanalarni telefoningizga yozib qo'ying. Bir oy oldin tayyorgarlik ko'ring. Zarur tibbiy hujjatlarni yig'ing. 4-guruh o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bu juda og'ir mavzu, lekin huquqiy jihatdan muhim. Agar oilada asosiy o'quvchi vafot etgan bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar ayrim holatlarda mehnatga layoqatsiz oila a'zolari tegishli pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma qaramog'ida bo'lganligini tasdiqlovchi hujjatlar ahamiyatli bo'ladi. Ko'pchilik qayg'u ichida buni bilmay qoladi. Lekin bu pul bolalarning kundalik xarajati, dori-darmon, kiyim, kechak va o'qishiga yordam beradi. Birinchi misol. Deylik, Toshkent viloyatida yashovchi 6 yoshga yaqin erkak 20 yil ishlab pensiyaga chiqmoqchi. U mening stajim yetadi deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1935 yildan 2002 yilgacha ishlagan korxonasi ma'lumotlari bazada yo'qligi aniqlanadi. Bu 7 yil degani. Agar u buni pensiya tayinlanadigan kuni bilsa, hisob vaqtincha kam chiqishi mumkin yoki hujjat to'ldirish jarayoni cho'ziladi. Agar u 6 oy oldin tekshirtirsa, arxivga so'rov beradi, sobiq korxona hujjatlarini topadi, mehnat daftarchasidagi yozuvni tasdiqlaydi. Natijada pensiya tayinlanganda uning haqiqiy staji hisobga olinadi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan, keyin yana ish joyini almashtirgan. Mehnat daftarchasida bir joyda eski familiyasi, boshqa joyda yangi familiyasi yozilgan. Elektron bazada esa ayrim yillar boshqa familiya ostida ko'rinadi. Agar nikoh guvohnomasi va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar to'g'ri taqdim etilmasa, stajni bog'lashda savol tug'iladi. Men bunday vaziyatlarda ayollarga alohida aytaman. Familiya o'zgarishi bilan bog'liq hamma hujjatni saqlang. Bu oddiy qog'oz emas. Bu kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladigan dalil. Uchinchi misol. Bir pensioner 1 million 600 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. U 5 yil oldin pensiyaga chiqqan, keyin yana 3 yil ishlagan. U ishlaganim endi foyda bermaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha ish davri va daromadlar pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish davri va badallar bo'yicha ma'lumotni tekshirtiradi. Agar asos bo'lsa, pensiyasi miqdori oshishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, odam o'z huquqini so'rashi kerak. 4-misol. Bir oilada otasi vafot etgan. 2 nafar voyaga yetmagan farzand qolgan. Ona ishlamaydi yoki kam daromad oladi. Bu oila boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovga murojaat qilishi mumkin. Lekin ular bizga hech narsa tegmaydi deb yurib, bir necha oy vaqt yo'qotadi. Agar vaqtida murojaat qilinsa, bolalarning huquqi himoya qilinadi. Hujjatlar to'liq bo'lsa, jarayon ancha osonlashadi. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, kartangizga to'lov vaqtida tushayotgan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, staj va hujjatlar bo'yicha shubhangiz bo'lmasa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Ayniqsa telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, bank kartangiz
pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar tegishli tizimlarda yangilanganiga ishonch hosil qiling. Agar siz yosh bo'lsangiz, masalan, 30 yoki 35 yoshda bo'lsangiz ham pensiya menga hali uzoq demang. Bugun siz ishlayotgan joyingiz siz uchun rasmiy badal to'layaptimi? Mehnat shartnomangiz bormi? Oyligingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Shuni tekshiring. Chunki ertangi pensiya bugungi rasmiy ish faoliyatingizdan boshlanadi. Konvertda oylik olish, shartnomasiz ishlash, keyin ko'ramiz deb yurish kelajakda katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Masalan, siz 10 yil norasmiy ishlasangiz, bu 10 yil pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Bu esa nafaqat pensiya miqdoriga, balki ayrim ijtimoiy kafolatlarga ham ta'sir qiladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, hamma yangilik ham hamma odamga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Internetda ba'zan iyuldan hamma pensionerga falon pul qo'shiladi degan xabarlar tarqaladi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensiya masalasida rasmiy manbaga qarash kerak. Pensiya jamg'armasi hukumat qarorlari, qonunchilik hujjatlari, mahalliy bo'limlarning rasmiy izohlarisiz xulosa chiqarmang. Kimdir Telegramda yozgani yoki qo'shni aytgani huquqiy asos bo'la olmaydi. Ikkinchi nozik masala hujjatlardagi xatolar. Ismda bitta harf xato bo'lishi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, familiya o'zgarishi tasdiqlanmasligi. Mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmasligi, ishga kirgan va chiqqan sana aniq yozilmaganligi katta muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda jahlingiz chiqmasin, lekin masalani e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatni to'g'rilash, arxivdan tasdiqlash, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l kerakligi vaziyatga qarab aniqlanadi. Uchinchi nozik masala ishonchnoma bilan pensiya olish. Keksalar ko'pincha farzandiga yoki qarindoshiga ishonadi. Bu tabiiy. Lekin pul masalasida huquqiy tartib bo'lishi kerak. Ishonchnoma rasmiy bo'lsin, pensionerning roziligi bo'lsin, pul qayerga ketayotgani nazorat qilinsin. Afsuski, amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, pensioner pulini to'liq olmaydi. Karta qarindoshida qolib ketadi. SMS xabarlar boshqa odam telefoniga ulanadi. Men bunday holatlarda pensionerlarning o'ziga va farzandlariga aytaman. Bu pul keksaning shaxsiy ehtiyoji uchun. Doğru oziq-ovqat, kommunal to'lov, kiyim-kechak, davolanish birinchi o'rinda turadi. 4-nozik masala karta va bank amaliyotlari. Agar pensiya kartaga tushsa, karta muddati tugaganmi? PIN kod xavfsizmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta yo'q bo'lsa nima qilish kerak? Bularni bilish zarur. Karta yo'q bo'lsa darhol bankka murojaat qilib bloklatish kerak. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasidanmiz, kodingizni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Bu juda muhim. Chunki firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. 5-nozik masala ortiqcha to'lov va keyin qaytarish. Ba'zan fuqaro ma'lumot o'zgarishini vaqtida bildirmaydi. Masalan, nafaqa olishga ta'sir qiladigan holat o'zgargan bo'ladi, lekin bu haqida xabar berilmaydi. Keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun agar oilaviy holat, ishga joylashish, o'qish, nogironlik muddati, yashash joyi yoki boshqa muhim ma'lumot o'zgarsa, tegishli idoraga vaqtida xabar bering. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. Endi eng kerakli qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati. Bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, ish stajingizni tekshirtiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mavjud xizmatlardan foydalanish yoki mahallangizdagi mas'ul xodimlardan yo'l yo'riq olish mumkin. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, pensiyaga chiqishga kamida 1 yil qolganda staj bo'yicha oldindan maslahat oling. Qaysilar ko'rinmoqda, qaysilar tasdiq talab qiladi, qaysi hujjat yetishmayapti, bularni yozib oling. 3-qadam. Ish haqi va badallar masalasini tekshiring. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni haqiqatan ham rasmiylashtirganmi? Maoshingiz to'g'ri ko'rsatilganmi?
Badallar o'z vaqtida aks etyaptimi, shunga e'tibor bering. Agar ish beruvchi keyin rasmiy qilamiz desa, bu sizning kelajagingizga zarar. Bugun 500 ming so'mni konvertda ko'proq olish yoqimli tuyulishi mumkin, lekin 20 yildan keyin pensiya hisobida katta farq paydo bo'ladi. 4-qadam arxiv hujjatlarini oldindan izlang. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki shahar arxiviga, tegishli tashkilotning huquqiy vorisiga. Sobiq ish joyingiz joylashgan hududdagi idoralarga so'rov berish mumkin. So'rovda ishga kirgan va chiqqan sanangizni, lavozimingizni, korxona nomini, o'sha vaqtdagi familiyangizni aniq yozing. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, javob topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda ism familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Mening 1998-2005 yillardagi ish stajim pensiya hisobida aks etmagan. Shu davrni tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Javobni saqlab qo'ying. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki qonuniy tartibda boshqa vakolatli idoralarga murojaat qilish mumkin. 6-qadam. Pensioner yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar telefon, internet, bank kartasi, elektron xizmatlarni yaxshi bilmasligi mumkin. Ularga baqirmang, tushuntiring. Kartasi qachon tugashini tekshiring. SMS xabar kelayotganini ko'ring. Pul tushganini birga nazorat qiling. Firibgarlardan ogohlantiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar ko'proq himoyaga muhtoj. Bitta qo'ng'iroq, bitta tekshiruv ularni katta zarar va asabiy holatdan asrashi mumkin. 7-qadam, har bir hujjatdan nusxa saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl hujjatlarni ham alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, pensiya tayinlash bo'yicha qaror, bank hujjatlari, tibbiy xulosalar yo'qolib qolmasin. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash mumkin, lekin vaqt ketadi. Vaqt esa ko'pincha pul demakdir. Ko'pchilik mendan so'raydi. Agar men pensiyam kam deb o'ylasam, nima qilaman? Javob oddiy. Avvalo hissiyot bilan emas, hujjat bilan yondashing. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob asoslarini so'rang. Qaysi staj olingan, qaysi ish haqi davri hisoblangan, qaysi hujjatlar asos bo'lganini bilib oling. Shundan keyin xatolik bo'lsa, dalil bilan murojaat qiling. Qo'shnim ko'proq olyapti, dalil emas, lekin mana bu yillarim hisobga olinmagan degan hujjat dalildir. Yana bir savol. Pensiya avtomatik oshadimi? Ayrim hollarda umumiy indeksatsiya yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar bo'yicha to'lovlar avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Lekin shaxsiy hujjatingizga bog'liq masalalar avtomatik hal bo'lmasligi mumkin. Masalan, topilmagan stajni tizim o'zi o'ylab topmaydi. Siz hujjatni olib kelishingiz yoki tegishli idora tasdiqlashi kerak bo'ladi. Yana bir savol. Agar men chet elda ishlagan bo'lsam, bu pensiyaga ta'sir qiladimi? Bu masala ishlagan davlat, rasmiy mehnat munosabatlari, xalqaro kelishuvlar, to'langan badallar va hujjatlarga bog'liq. Shuning uchun bunday holatda alohida maslahat olish kerak. Chet elda ishlagan yillaringiz bo'yicha shartnoma, maosh, sug'urta, ruxsatnoma, soliq yoki badal hujjatlarini saqlang. Keyin kerak bo'lganda bu hujjatlar sizga yordam beradi. Yana bir muhim masala, o'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarishi davri hamma holatda bir xil tartibda hisoblanadi deb o'ylamang. Qonunchilikdagi talablar, davrlar va hujjatlar ahamiyatli. Shu sababli falonchiga hisoblashgan, menga ham hisoblashadi deb emas. O'z holatingizni alohida tekshirtirib ko'ring. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yoqimli yangilik va qulayliklardan foyda ko'rish uchun eng muhim narsa bu xabardorlik, hujjatlarni tartibga keltirish va o'z huquqingizni vaqtida so'rashdir. Kimdir uchun bu pensiya tezroq va osonroq tayinlanishi bo'lishi mumkin. Kimdir uchun qayta hisoblash imkoniyati, kimdir uchun bank va to'lov qulayligi, yana kimdir yo'qolgan stajni tiklashga turtki bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Pensiyaga yaqinlashgan bo'lsangiz, stajingizni oldindan aniqlang. Hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, miqdor va to'lovlar bo'yicha shubhangiz bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Yosh bo'lsangiz, rasmiy ishlash va badallar masalasiga jiddiy qarang. Chunki pensiya kelajakdagi barqaror daromadingizdir. Uni
tasodifga tashlab qo'yish mumkin emas. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiya hisobida sizni eng ko'p nima qiynayapti? Stajmi, hujjatmi, karta masalasimi yoki qayta hisoblashmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot bir oilaning o'z haqini olishi, bir keksaning pensiyasi to'g'ri hisoblanishi yoki bir bolaning nafaqasi vaqtida rasmiylashtirilishiga sabab bo'lishi mumkin.